Ağamızı Spark 2011-yil mashinasini qaranglar, tezlik o'lcham ekran ekan. Biz ham head-up display ko'p berganmiz. Xudo xolasa head-up displeyini ishlashini sizlar bilan birga ko'ramiz. 00 ishlaydi, xudo xolasa hech qanday adashmaydi. Men sizlarga to'xtab, bunda ham tezlik kamerasi ishlab turibdi. Gördingiz ham to'shni o'lchaydi, xudo xolasa adashmaydi. Bu aynan atashab turmaydi. Qayta zo'r variant. Bunda gradus o'lchab turibdi. Birisida akkumulyator volti, bunda tezlik ko'rsatadi. Оборот ham o'lchaydi, pastda qaranglar. Gördingiz ham, оборот ham o'lchaydi. Mana varianti ko'p, arkasida bir knopkasi bor, bosadigan bo'lsangiz, bunda оборотini son bilan ko'rsatadi. Qaranglar. Yana оборот bosganingizda оборотni ko'tariladi bunda. Funksiyalar вообще ko'p, 0 dan 100 sekundda boradi mashina. Distansiya degan narsalar bor, вообще zo'r narsa. Tezlikni o'zini vaqtida ko'rsatib turadi. Kerak bo'lsa do'konimizda bor, chiroyli qilib beramiz.